Qarab olasizlarmi? Alo, savdo do'koniga xush kelibsiz. Samsungni ko'rasizmi? Faqatgina bir marta ishlaganman. Kecha. 5 xil kategoriyadagi texnikalarimiz bozordan ham arzon bo'lib ketdi. Parhezlamisiz? Yo'q. Ancha ozib ketibsiz-da. Muzlatkich Artel HT345 eski narxi 5554 ming, yangi narxi esa 4721 ming so'm. Bunaqa narx bozorda ham yo'q. Voy, Mubin apa eshitdingizmi? Yahyoni oyligi oshibdi bizdan keyin kelib. Artel qurilishlar televizor narxi 3600 ming so'm. Dekabr oyining 1-7 kunligida 350 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Va barcha oilaga kerak bo'ladigan Avalon kriyuvich mashinasi 6 kiloli. Eski narxi 7 600 ming so'm, yangi narxi esa 6 400 ming so'm. Bunaqa narx daj bozorda ham yo'q. Bizda bor. Nomi nima? Uyda singlim. Gaz plita Artel Milagro 02 ga. Eski narxi 4 852 ming so'm, yangi narxi esa 4 124 ming so'm. Bunaqa narx Bozorda ham yo'q. bu gaz plitada ovqat qilgandan keyin choyxonaga ham bormay qo'yasiz. Ovqatda mazali qiladimi? Uyda ovqat bo'lsa, balo bormi choyxonada? O'sha trendga otib olsa ham, suvga tushib ketsa ham, hech narsa qilmaydigan Honor X9D smartfoni chegirmaga tushyapti. Eski narxi 4705 ming so'm, yangi narxi esa 4230 ming so'm. Qo'shnilarga, qarindosh urug', yaqinlarga aytib qo'ying. Bu aksiya dekabr oyining boshlarida barcha aloqalarda amal qiladi.